Modulli tenglamalar. Endi modul x'imiz teng a ga bo'ladi. Bu holatda a'ingiz katta 0 bo'lishi kerak. A katta yoki teng 0. Bunda javobingiz x plus minus a bo'ladi. Bu asosiy qoidasi. Agar mana x'ingiz a ga teng, modulosida x'ingiz a ga teng, eng asosiy shart a katta yoki teng, ya'ni a musbat son bo'lishi kerak yoki 0 ga teng bo'lishi kerak. Shu qiymatda x'imiz plus minus a degan javob topib ketasiz. Endi modulosida x'imiz a bo'ladi. Bunda a'imiz kichik 0 bo'lib qolsa, bunda nima javob chiqadi desangiz, bunda x'imiz bo'sh to'plam. X'imiz bo'sh to'plam. Ya'ni qiymatga ega emas. Bunda misollarga yechib ko'rsak, shu orqali misollar ko'ramiz. Modulosida x'imiz 3 ga teng. Bunda nimaga? Birinchi shartga to'g'ri kelyapti. Birinchi qoidamizga to'g'ri kelyapti. Bu ikkinchi qoida. Xo'p, birinchi qoidamiz nima edi? A'imiz 3 dan 0 dan katta bo'lishi kerak. Bizda 3 berilgan, demak musbat son. Buni tekshirib oldik. Endi x ni teng bo'ladi plus minus 3 ga. Ya'ni x'imiz 3 ham bo'lishi mumkin, x'imiz minus 3 ham bo'lishi mumkin. Qanotlantiraveradi. Endi bu birinchi misol edi, bu ikkinchi misol. Xo'p, x'imiz minus 4 ga. Bunda hech qachon modul doimiy musbat hisoblanadi, musbat son hisoblanadi. Chunki aytdim, modul degan mavzuyimiz boshida aytganimizda, manfiy sonning qiymati uning musbatiga teng, ya'ni uning musbati degan javob kelib chiqadi moduldan, ya'ni 1 kelib chiqadi. A'imiz a musbat sonning moduli esa a ni o'ziga kelib chiqadi. Ya'ni buning qiymati qanday desangiz, bu formulaning yechimi qanday misollar orqali desangiz, -3 ning moduli. Oldiga minus qo'yasiz, qavsdan -3 teng 3 degan javob kelib chiqadi. Misol uchun kattaroq son berish mumkin-da sizga. Misol sonli yechish berishsin. 79 plus 29 plus 10. Endi bunikini oddiy bo'lgani uchun siz hisoblab ketishingiz mumkin. Oddiy bo'lganicha 79 dan -79 dan 29 ni qo'shasiz. Ya'ni bu -50 bo'ladi. -50 dan +10 ni qo'shaversangiz -40 degan javob kelib chiqadi. Buni moduldan chiqarish uchun oldiga minus qo'yasiz-da, -40 qo'yasiz. Endi minus bilan minus qisqarib ketadi-da, 40 degan javob kelib chiqadi. Endi savolimizga qaytsak, buni qiymatimiz, men yerda ikkinchi misolimizga qaytdim. Mana. Xo'p, x'imiz modulosida x'imiz -4 ga, bu hech qachon manfiy son chiqmaydi moduldan, shuning uchun bo'sh to'plam degan javob topib ketasiz. Bu qoida. Endi x plus 5, uchinchi misol qilaylik. X plus 5 modulda bu teng 7 bo'lsin. Bu a'imiz, ya'ni bu a ni o'rnida kelyapti. A'imiz katta 0, ya'ni katta yoki teng 0, 7 ga teng. Bu musbat son. Demak, birinchi formulaga tushaveradi. Ya'ni x plus 5 7 ga teng bo'ladi. X plus 5 minus 7 ga teng bo'ladi. Endi buniki x 2 ga teng, x birimiz, x 2miz esa bu tomonga o'tsa -12 ga teng bo'ladi. Javobimiz shu. Xo'p, manfiy sonlarni ko'rdik. Endi nima bo'yicha ko'rib qo'yik? X plus 8 minus 2 ga, ya'ni modul kelyapti bu tomonda. Modul kelgani uchun modul hech qachon manfiy songa teng bo'lmaydi. Bu qoidamiz manfiy songa teng bo'lmaydi, demak javobimiz bo'sh to'plam. Endi misollar ko'ramiz. Yana bitta qoidamiz bor, misol ko'rishdan oldin. Bu qoidani qizilda yozamiz. Xo'p, mana qarang. Modulosida a'imiz a chiqadi. Qachonki a
katta yoki teng 0 bo'lsa, modulosda a'imiz minus a chiqadi qachonki a manfiy bo'lsa. Endi bu asosiy qoida. Ko'p misollarda yechimi shu orqali chiqadi. Endi qanday misollar desak, x plus 9 teng bo'ladi x plus 9 ga ekan. Buni yechimi qanday bo'ladi desangiz, x plus 9 ni, ya'ni birinchi formulamizga tushadi. Katta yoki teng 0 yechib qo'yamiz. 9 bu tomonga o'tadi-da, x katta yoki teng minus 9 degan javob kelib chiqadi. Endi x minus 5 modulda 5 minus x chiqsa, 5 minus x chiqsa, bunda ikkinchi formulamizga to'g'ri keladi, ya'ni mana a kichik 0. A'imiz bizda x minus 5 ga teng, x minus 5 kichik 0 qilib yechib qo'yamiz. X kichik 5 degan javob kelib chiqadi. Endi yana nimalarimizga, misolimizga qaytamiz. Misollarimiz bor. Bu orqali hozir modulosda x ning kvadrati plus 2x minus 4 teng bo'lar ekan 11 ga. Buni qiymati a'imiz katta 0, chunki 11 ga teng bu. Shuning uchun birinchi formulaga qo'yiladi. Endi tekshirgan ishimiz x kvadrat plus 2x minus 4 ni 11 ga tenglaymiz birinchi ish, a ish. Hop, b ishimiz esa x kvadrat plus 2x minus 4 ni minus 11 ga tenglaymiz. Tenglab yechamiz. Hop, endi bu tomonga 11 ni chap tomonga o'tkazaveramiz. X kvadrat plus 2x minus 4 minus 11 bo'lib o'tadi, teng 0 bo'ladi. Diskriminant, hop, uni qisqartirib yuboring hozir. X kvadrat plus 2x minus 15 teng bo'ladi 0 ga. Buni qiymati qanaqa bo'ladi? Diskriminantni yechamiz. Hop, yechsak minus 5 u 3 degan qiymat qabul qilar ekan. Minus 5 u 3 bo'lar ekan. V7dan ketdim. Minus 5 u 3 bo'lsa, bu qabul qilinadi javobga. Endi b ishimizni ko'rsak, x kvadrat plus 2x minus 4 bu tomonga plus 11 bo'lsa, plus bo'ladi-da, 7 bo'lib qoladi, teng 0. Bunda diskriminantimiz manfiy bo'lib qoladi. Shuning uchun bu bo'sh to'plamga teng. Demak, javobimiz esa minus 5 u 3 degan qiymat ildizlar. Endi yana bitta qoidamiz bor. Ya'ni modulosda x teng bo'ladi modulosda y ga teng bo'lsa, nima hosil bo'ladi? Buni yechish yo'li ximiz bundan kelib chiqadi. Modulosda ximizdan x kelib chiqadi, teng bo'ladi y ga va x teng minus y ga qilib sistema qilib yechib qo'yamiz. Agar sizga qarang, modulosda x teng modulosda y degan misol berilsa, x y o'rnida sonlar yoki x orqali berilgan misollar bo'lishi mumkin. Bu eng sodda holi va formula jihatdagi holi. Endi buni yechilishi qanday bo'ladi desangiz, modullar olib tashlagan holatingiz va bitta minus ta'sir qildirilgan holati bo'ladi. Endi bunga doir misollar ko'rsak, x plus modulosda x plus 1 teng bo'ladi modulosda 2x plus 1 ga. Endi x plus 1imiz birinchi sistemada 2x plus 1 ga teng bo'ladi. Ikkinchisida esa, ya'ni x plus 1 yo'l yozib qo'yib, tagidan ishlaymiz yana. Minus y degani minus ta'sir qildiraveramiz. Minus y'imiz 2x plus 1 ga. Modullar ochdik va yechimi. Endi pastidan birinchisini yechamiz. x plus 1 teng 2x plus 1 ga. 2x plus 1 bu tomonga o'tsa minus x, bu tomonga 1 o'tsa 0.
ya'ni x teng 0. Bu qiymat qabul qilinadi. Endi x plus 1imiz minus 2x minus 1. Buni qiymati x, 2x ni bu tomonga chap tomonga o'tkazib yuboramiz, 3x bo'lib qoladi. Bu 1 minus bo'lib o'tsa, minus 2 bo'lib qoladi. X'imiz minus 2 taqsim 3 ga. Bu degani bu qiymat ham qabul qilinadi. Demak, javoblarimiz minus 2 yu 0 degan javoblar qabul qilinadi. Endi keyingi misollarga o'tamiz. Namunaviy misollar ko'rishimiz mumkin. Bir nechta. Xo'p, 0 li qiymatini ham ko'rsak. Misol uchun 5x minus 1 teng 0. Bunda 5x'imiz minus 1 teng 0 deb ochib qo'ysangiz bo'ldi. 5x teng 1, x teng 1 taqsim 5. Bunda plus minus ko'rilmaydi, chunki 0 da plus minus qiymati yo'q, shunchaki bitta qiymat yechiladi. Endi yana misollar ko'ramiz. Hozir